Men uning aqsiga tushdim. O dunyoni qochirib o'tgan naq o'zi shuken. Sen ishonch qila olamsan. Shundaq Ali janob, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Dal o'zi shu, ishonch qila olayman. Undaqda yana uning iziga tush. Xo'p. Bu to'lim aqlli xabarchi shundaqmi? Julius o'zining otqochiligining cho'qim javobsiz qolmaydiganligini bilishi kerak. Ana! Ana! Nim bo'ldi o'g'lim? Sen xafa qilmay turib tur. Men tezlik qaytib kelaman. Bo'lamdi o'g'lim. Galus, mangayli. Xanım, Canabi Maximilian kelgucha sayr qilib turishni xohlamamla. Yo'q, bu masalani o'zim dadam bilan hal qilishim kerak. Juliusning ishi menga josus qo'ydigan darajaga yetibdi. To'g'ri deysiz. Mangayli. Shu. Galus. Bu mappa ma tanışdıqday turdi. Ha, o dunyoni bu mappa bilan qochirib yetibdi-da. Elin xanımın açığı Daqiyanus'un aldıda özüge bire iştep bermegidi. Dolfi ibodatxonasining barliq kahillari bir xil kiyim bilan cho'ng ibodatxona oldida katta imperator Hadrianusni qarshi elib, uning qadamlariga gul chechak yog'dirdi. İbadetxana oldidagi Janus heykelini qayta yasash. Elin xonim keldi. Dada, Nim bo'ldi qizim? Men bilan bira ishing bormidi? siz bilan ayrim paranglashqan ba. Sen hatta dadanga qarashdingmi o'zingni qochiribsan qizim. Nima uchun? Chunki onamga qilganlaringizni hargiz unutmayman. Shundaqmi? Onang Rim ilohlariga xiyonat qildi. Uning xiyonatlarini ko'masga solsam bo'ladimi, qizim? Men sizdan jidallashga kelmadim. Faqat shuni deb qo'yay. Julius bizga josus qo'yibdi. Agar siz uni cheklamasangiz, o'zimiz bir chora qilamiz. Buni bilib qilishingiz kerak. Elin xonim ochiqlanib qolgandek turdi-ku. Birsi ularning ishkining oldiga bir ishni bog'lab qo'yib, aziyat berayotgandek turdi.
Mening maqsadim ularga aziyat yetkazish emas. İmperatorning kelishi qilishib qoldi. Men hamma joylarga va hamma kishilarga diqqat qilishim kerak, Ali janob. Shunga men o'z vazifamga amal qilmasam bo'lmaydi. Ishonamanmi? Sen o'zingning shahvoniy ko'zlaringning hamisha Helenga tikinayotganligini, uning eriga adovat saqlayotganligini meni bilmaydi deb o'ylamsa, Julius. Menda ko'p dalil paketlar bor. Agar janob Diocletianus anglasa cho'qim. Shundaq, ishonma. Mening oliy darajalik mushavirim janobi Maximilian Filadelfiyaga xizmatchi sifatida kelgandan buyon menga va mening hukumatimga hamisha suiqasd planlash maqsadida bo'layotdi. Hamda mening taxtimga chiqishni, mening o'rdamda hukmronlik qilishni orzu qiladi. Men yana kimlarga ishonishim kerak, janob Julius? Buningdan boshqa daydiganlaring bormi? Yani kimga ishonishim kerak? Eng muvofiq bir gapni deb baqina. Siz xatolashyapsiz, janobi vali. Men faqat Julius, hayotligimning hammasi xatoliklar bilan liq to'lgan. Kunlarning birida yana xatolashib, janobi Juliusning beshiga baloyi ofat keltirishim mumkin. Shunga o'sh kallangni yig'. Lekin men sizga va imperatorga xizmat qilishdan boshqa niyatim yo'qligini isbotlab chiqaman. Cho'qim isbotlayman. Bo'ladi, shunday qilishga tirishqin. Ammo o'zingning yomonligini isbotlashda chin turib olsang, putlaringni so'ndirib bitma. Sen mening xizmat tariximni obdan bilsa, Trajan va Hadrianusning oldidagi ahvolimni obdan bilsa, Julius. Agar isbotlab chiqsam, qanday qiladilar? Agar sen so'zingni isbotlab chiqa olasan, men o'z qo'lim bilan Helen va Maximilianning kallasini tinidan juda qilaman. Qaranglar bu shirlarga kelibdi. Nim qildigan bu shirni? Qaranglar shirga kelibdi. Nima uchun? Itilish xristianlar shirlarga yem bo'ldi-ku. Ko'rishga tegishlik kelsa. Bekni ochgan. Voh. Nimdigan ochgan? Voh, nimdiga yo'g'on. Bu joy shaharga kirish ibodatxonasi. Har kim shahar kirsa, bu ibodatxonadagi darvozalarning qorovul bo'lgan cho'ng haykalga sajda qilish kerak. Yahudilar qanday qiladi? Ular bu ilohlarga cho'qinmaydigan tursa. Yo'q, ular bilan qaringlar bo'lmasin. Sizlar shaharga kirish chiqishni butunlay nazorat qilinglar. Agar bir kishi bu haykalga sajda qilmasa, uni bir iloh cho'qing'uchi deb bilinglar va uni darhol tutinglar. Diocletianusning qilgan jinoyatlari oz kelib qolgandek, qarshi elish murosimiga bir qancha kun qolganda silab eshib ketdi. Chuqum bir ish qilish kerak. Alloh taoladan bir xato ish qilib qolmasligimiz to'g'risida o'zimizga sabr va chidamchanlik berishni talab qilishimiz kerak. Bizning dindoshlarimizni qiynayotdi. Ular top holatda o'limga hukm qilyapsa, sen bu yerda sabr, chidamchanlik to'g'risida so'z qilyapsan? Uning maqsadi shuki, biz har qanday bir ish qilishdan burun yaxshi o'ylanishimiz kerak. Undaqda yaxshi o'ylaninglar. Ammo yaxshi o'ylanishdan biri amal hosil bo'lish kerak. Masalan, imperatorning oldida shaharni qanday qilib qadam-qon ko'rsalaymiz.
yoki Julius va uning hamrohlarining xristianlarni top-top holatda tutishini qanday cheklayalaymiz? Yoki o'z dindoshlarimizning intiqomini qanday olaymiz deya o'ylanishimiz kerak. Bularning hammasi bizning orzularimiz. Ammo hammasini amalga oshirish mumkinmi? Mencha planliq ish qilsak, bu orzularimizning ko'pinchisini amalga oshira olamiz. Masalan, butlarni chiqib tashlash va butxonlarga o't qo'yish orqali shaharning bexatarligini qalaymaqon qila olamiz. Daqiyanus va imperatorni o'ldirish orqali ham o'z dindoshlarimizning tutilishining oldini olamiz. Ularning qanday intiqomini olamiz. Shaharni qalaymaqon qilish oson. Ammo u ikkisini o'ldirish undaq oson ish emas. Mencha uni qiyin emas. Biz davlatning mushavirlari sifatimiz bilan Daqiyanus va imperatorga osonlik yaqinlasha olamiz. Shu orqali munosib bir fursatda o'z planimizni amalga oshira olamiz. Shundoq, buni qila olamiz. Ammo jondan ketish kerak. Jondan ketish qiyinmi? Yo'q. Lekin jondan ketish orqali maqsad hosil bo'lamdi yoki bo'lmamdi, shuni o'ylashimiz kerak. Ishonmanki, cho'qim hosil bo'ladi. Bu vaqtda bir qaror kelish uchun ko'proq izlanish va o'ylanish kerak. Ammo hozircha butlarni chiqib tashlash va butxonaga o't qo'yishdan boshlasak bo'ladi. Buni men qo'llayman. Sizlar ishqinglar hamisha ishlarni orqa tortisizlar. Men sizlarga hamkorlashmay boshqa chora yo'q. Buncha oldirang'ulik qilmang Martios. Avval Juliusning harakatlariga to'sqinlik paydo qilishimiz kerak. Mangayli. Atrofdagi yezlardan ko'plagan asirlar shahar taraf ep ketyapti deb o'yladim. Ularga nazar sep kelsak yaxshi bo'ladi. Yaşa, tez Madayma. Mana. Nima qarab tursa? Mana qoch. Üstümüz ish ketdi. Nima qarim? Mana qoch. Bizda nima gunoh bor deyman. Mana. Mana deyma. Bizning gunohimiz yo'q. Mana. Biz gunohsiz. Bo'lsa qoch. Mana deyma. İşte. Bo'lasiz. Nima qarab tursa? Mana. Bo'lsa. Mana qoch. Tez bo'l. Ola. Nimishib ketdi. Nimishib ketganda. Sizlar ozod bo'ldinglar. Ketinglar. Ozod bo'ling. Ketinglar. Ketinglar. Ozod bo'ldinglar. Büyük Rim imperatorining ziminida va mening hukumat doiramda ko'p kunduzda bir qancha lo'kishaklar bizning askarlarimizga hujum qilib, bir qancha jinoyatchini bulab ipkatsa, bu shaharda ularning oldini to'sqidak bir kishi chiqmasa, undaqda sizlar bu shaharda nima ish qilasizlar, ha? İmperator yo'lga chiqib bo'ldi. Shaharning ahvoli burunqidimi qalaymaqan. İmperator bu qalaymaqanlikni mening layoqatsiz mushavirimning ojizligi va ularning keraksizligidan deb qaramaydi. Balki o Büyük Rim imperatorining 5-harbiy qismining boshlig'i bo'lgan Diokletianus shu qadar ojizlashib ketibdiki, ular bizning askarlarimizni o'ltira oladigan va bizning asirlarimizni ozod qila oladigan darajaga yetibdi deb o'ylaydi. Hech yuz bermadi Ali janob. Hech yuz bermadimi?
Bir qancha bulangchilar bizning askarlarimizga hujum qilibdi. Ular patari tutildi aliylari. Julius. Hristiyanlarni texim uchun tutinglar. Go'ya ular tugamaydigandek qiladi. Ular tugaydi aliyjanob. Men burun aytgandek, avval ishni qasrning ichidan boshlashimiz kerak. Afsuski, qasrning ichidagi xabarlar sirtqa tarqab ketyapti. Asli chataq mana mush yerda aliyjanob. Janob Juliusning ogohlantirish o'rinliq aliyjanob. Her vaqt düşmanlar birə hökumətinin hərbi küçüge qəlbə qilishqa qodir bolanmasa, qasrlarga və ordularga sirg'ib kirib, onu ichidan vayron qiladi. İmperatorning kelishi yaqinlashganda bir qancha xoinlarning ahmoqlarcha qilmishlari janobi Diokletianusni buncha alaqsada qilib atmasligi kerak. Sizlar hammanglar qasrning ichki dushmani to'g'riliq so'zlayapsizlar. Ammo uni isbotlug'idek hech qanday dalil faktlar yo'q. Agar so'zinglar rost bo'lsa, isbotlab chiqinglar. Men jinoyatchilarga tarix betida qog'udek o'limning ta'mini tetitib qo'yay. Bunlar çekti. Bunlar tez. Ula! Kızmol. Bulşa! Biz Hristiyan emas. Biz Hristiyan emas. Bizi koyutunlar. Biz Hristiyan emas. Mal değil mi? Bunlar. Tez mal. Biz Hristiyan emas. Helen Hanım geldi. Hə, Helen Hanım. Bugün bu qasırga qaysı bir ilah nazar tashlagandı? Sen bu yerga qadam tashrif qilib qopsan, ha? Bir ish bilan kelganmiding? Rahmat Atina. Siz hamisha menga mehribonlik qilib keldingiz. O'zingmi bilsan, bu kunlarda hamma kishilar bek aldirash. Bizmi o'zimizni imperatorning kelish uchun tayyor qilyapmiz. Diokletianning deyishicha, imperatorning ayoli qudratli ayol bo'lib, imperatorga gapini o'tkaza oladi ekan. Shunga biz uni qo'lga keltirishimiz kerak. Qila oladiganingizga ishonaman. Men imperatorning ayolining sifatlarini angladim. U obro'yparast va takabbur ayolmish. Men bundoq ayollardan bakmo bezor. Bundoq ayollarni qo'lga keltirgili olmaydi. Toshni yumshatqili bo'lsa-mu, ammo bundoq ayollarni yumshatmoq bek tez. Uning imperatorning ayoli bo'lib qolganligi bek yomon bo'ldi. Siz dadamga gapingizni o'tkaza olasiz. Sizning o'sharligingiz va ziyrakligingiz dadamni o'ziga jalb qilib olgan. Men dadamning siz sababli ba'zi ishlarni qilganligini yoki ba'zi ishlardan qo'l tatganligini bir necha qatim ko'rdim. Siz imperatorning ayolini cho'qim qo'lga keltira olasiz. Bu siz uchun tas emas. Uning ishiniman. Bek ashurvatding Helen. Bir oz shundoq bo'lishi mumkin. Bu kunlarda dadangning ziyosini tonishidan bu shakllanyapman. Sen uni qandoq ko'rayotgan bo'lsang, men shundoq ko'rayapman. Uning barliq fikr-xiyoli imperatorda qoldi. İmperatorga sovg'at tayyorlash, imperatorni qarshi elish, imperatorning kelgusi, imperatorning o'tmishi qatorliq ishlar. U imperator bu yerga kelgan chaqda bir ish yuz berib qilishidan hamisha ansirabli yurdi. Men shu maqsadda bu yerga keldim. Kishilarning noroziligini qo'zg'ash, ularni aksicha biror harakat qilishga majbur qilish mumkin. Men
Pərəz qılğan zadi. Sən bizning qışımızğa bikadın kəmməysən. Atina, ahvol bexatarlik. Məncə dadamның müşavirləri ancha yaxshi emas. Buncha ko'p o'ltirish, qiyin qistoq qilish va turmaga tashlash uning hukumatini g'ultib qo'ydi. Xristianlarni qachongacha o'ltiraverdi? Xristianlar tugamaydi. Siz bu haqda dadam bilan paranglashib beqishingiz kerak. Shunaq emasmi? Nima uchun uning bilan o'zing paranglashmaysan? Siz bilsiz. Bizning munosabatimiz ancha yaxshi emas. Ammo siz o'zingizning xususiyatlaringiz bilan uni cho'qim qoyil qila olasiz. Bu ishlar uning uchun foydali emas. Sizdan o'tinay bir chorasini qiling. Men ishonmayman. U hozirgi sharoitda hech kimning gapiga quloq solmaydi. Mening ansiraydiganim imperatorning Filadelfiyaga kelgan vaqtida xatarlik bir ish yuz berishi yoki ba'zilar isyon qilishi mumkin. U chaqda o'zimiz ziyon tortamiz. Bu ahvol dadamga foydali emas. Yaxshi. Mushaga tiklanglar. Yaxshi. Mushi bo'ldi. Ey muqaddas Masih. İlahim. Muqaddas Masih. Sizlarning Masihlar. Bu nima qiliq? Haddini bilmaydi Allah. Unda qilsa bo'lmaydi. Agar o bir kishini qutqizoladigan bo'lsa, cho'qim o'zini qutqizgan bo'ladi. O'zini qutqizgan bo'ladi. Ular nima ish qilyapti? Bilmayman. Ammo ularni o'ltirib etaman. O'zingni tutib ol, Yavanis. O'zingni besib ol. Biz o'pkimizni besib olishimiz va sabr qilishimiz kerak. Buningga chora yo'q. Chora yo'q. Hozir men chorba yo'qligini ko'rsatib qo'yman. Yavanis, aqlingni yo'qotib qo'ydingmi? Bu g'alchilarning dindoshlarimizga nima ish qilayotganligini ko'rmayotamsan. Nima ish ko'rmagdakda? Ko'ryaptimi? Sen faqat o'zim ko'ryapman deb o'ylayapsan. O'zingni tutib ol. Boshqa bir chora tepishimiz kerak. Mengla. Mana. Yaxshi. Bo'la. Mana. Mengşe. Bular, mana. Tez bo'la. Mana men o'tma. Bo'la tez. Bular, mana. Mana deymi? Mana. Bo'l, mana. Tez bular, mana. Mana sen bular qoch, mana. Bo'la. Mana deymi? Mana. Tez bo'l, mana. Men bilan mengla. Bularning hammasi Diokletianusning emas, balki Juliusning buyrug'i. Men bugun ya o'ltiraman, ya xristianlarning top holatda rahimsizlarcha o'ltirilishining oldini olaman. Deganing to'g'ri. Men qo'llayman. Agar Julius va Diokletianusni o'ltirishga to'g'ri kelsimi, bu jinoyatning oldini olamiz. Ammo do'stlarim, hozircha xristianlar to'g'riliq so'z qilmasligimiz kerak. Bizga lozimi ishchi. Janobi Diokletianusning buyruqlarini ijro qilish uchunmi ishchi bo'lmasa bo'lmaydi. To'g'ri. Ishchilarning ko'pinchisi xristian. Yaxshi fikr-ku. Shundoq mayli. Yaxshi. Nayt yaxshi. Shundaqmikan? Yaxshi. Ali janob mushavirlar keldi.
Agar xizmatlarning to'xtab qolganligiga e'tiroz bildirgili kelgan bo'lsanglar, hozir bu oliy janoblarni angladim. Shunaqa oliyjanob. Bizmi shu sababdan oldilariga keldik. Nayt yaxshi. Sizlarcha xizmatlarning to'xtab kelishiga nima sabab bo'lgandi? Janobi Diokletanus, o'yin tomosha zali yasash uchun bir qancha xristian talab qilganmi yoki shahardagi barliq ishchilarnimi? Ular mening ishchilarim. Nimani xohlasam shuni qilaman. Oliyjanob, ibodatxonalarni yasash va zinatlash xizmatini qilayotgan ishchilarning ko'pinchisi xristian bo'lganlik jinoyati bilan tutilib ketyapti. İmparatorning haykalini maydonning o'rtasiga tiklash ishimi yarim yo'lda to'xtab qoldi. Chunki janobi Julius ishchilarni tutishni qaror qildi. Kechiringlar oliy janoblar. Sizlarning bunchola ansirab alaqzod bo'lib ketishinglarning sababi faqat mushomu yoki bo'lmasa boshqa sabablari bormi? Siz hamish putingizni o'z doiringizdan sirtib qo'yyapsiz. Tilingizga bakarak diqqat qilasiz. Men tuhmat nashtirining ochchig'ini obdan tushunaman. Ammo endi chidg'uchiligim qolmadi. Mening mushavirlarimga qaranglar. Shaharni avatlashtirishning o'rniga o'zaro talash tortish qilyapti-da. Oliy janoblarning ko'z qarashicha shaharni yasash va zinnatlash xizmati kerakli ishchilarsiz mumkinmi? Julius, shaharni yasash xizmatini qilayotgan ishchilar bilan hozircha qarang bo'lmasin. Keyinchi bir gap bo'la. Lekin oliy janob, o'zlari ularning nima sababdan tutilganligini obdan biladilar. Men aduniyani izlamoqchi. Men bilma. Sen bir odamni da bütün shahar ahlini qilishdan o'tkazmoqchimi? Ularning eg'izini gapelish uchun. Bo'ldi qil. Kupaya Julius. Kupaya bir qancha kun ichida imperator yetib keladi. Sizlar bo'lsanglar o'zaro jidal qilishyapsizlar. Siz beringlar, ishinglarni bitiringlar. Mayli. Lan qipalar. Maximilian. Maximilian, sening asli mohiyating hamisha maxfiy qolmaydi. Bir kuni Rimliq cho'ng bir aqsumakning o'g'lining Jupiterga cho'qilmaydiganligini isbotlab chiqaman. O kunda Romulusning sumaklarimi bu xabardan qabr turib titrab ketdi. Rivoyat qilinishicha, Romulus bo'rini usti bilan cho'ngib tikanmish. Lekin sen zaharli yılanning zahari bilan cho'ng'uganda qilsa. Janobi Maximilian, bir kuni bu yılanning zaharini cho'qim tetiydi, cho'qim. Men shu kunni 4 ko'zim bilan kutib o'taman. Janobi Julius'ga bizning bir yordamimiz kerakmikin? Tez bo'linglar, tez. Tushiringlar. Yaxshi. Diqqat qilinglar. Biriga tegib ketmasin. Yaxshi. Asta. İmparatorning haykaliga diqqat qilinglar. Chaqnasda ustiga jo'ringlar. Yaxshi. Ustiga jo'ringlar. Haykaliga diqqat qilinglar. Ko'taringlar. Diqqat qilinglar, ko'taringlar.
o'zlari ularning nima sababdan tutilganligini obdan biladilar. Asta. Diqqat qilinglar. Asta qo'yinglar. Diqqat qilinglar. İmperatorning haykalini sundirib qo'ymanglar. Sencha Diokletianos Juliusning Helen xonim va Maximilian to'g'risidagi so'zlarga ishonmaganmidi? Julius Helen xonimga yomon ko'z qarashda bo'lish orqali o'zining Diokletianusning oldidagi e'tiborini qo'ldan berib qo'ydi. Agar undaq bo'lmagan bo'lsa, u o'zidagi uchurlar orqali buchaqcha Helen xonim va Maximilianni nobud qilgan bo'ladi. Diokletianus Juliusning ko'proq qudratga ega bo'lish uchun tirishchanlik ko'rsatayotganligini va uning obro'y-parastligini obdan biladi. Shunga Juliusning so'zlariga ancha ahamiyat berib ketmaydi. Julius o'zining Diokletianusning qishidagi qudratini kuchlantirish uchun Helenni qo'lga keltirishni maqsad qiladi. U bu maqsadiga yetish uchun tirishchanlik ko'rsatishdan hargiz qo'l uzmaydi. Agar Diokletianusga qizi va kuyovlining Rim ilohlariga cho'qinmay faqat yigona Alloh taologa cho'qinadiganligi isbotlansa, ularni nabud qilishda qilchi shak qilmaydi. Shunga biz bek ehtiyot qilishimiz kerak. Unutib qolmagan. Ular qandaqli bir falokatga yo'liqsa, biz mo shuning yo'liqimiz. Men doim bir ish yuz berdigandek his qilaman. Har holda boshqa chora yo'q. Faqat sabr qilish kerak. Davamlashtiringlar. To'xtayolmanglar. Ishlanglar. Asta. To'xtanglar, to'xtanglar. O Hristiyan, derhal tutinglar. Tushya bu yoqqa. Mana. Meni qo'yib beringlar. Mana dema. Meni qo'yib beringlar. Mana. Men xristian emas. Meni qo'yib beringlar. Qo'lni tatish. To'xtanglar. Chiqish o'tsa. Bu ish uchun nega qilsizlar? Qo'yib beringlar. Xo'sh, Ali janob. O bir Hristiyan. Sen nereden bilsen? Ali janob, bu janobi Juliusning xizmatkori. U xristianlarni obdan tanıydı. Bu yer uning lozim bor. U kerakli ishchi. Uni hozir qo'yib o'tinglar. Kessin. Rahmat sizga. Berib ishini qil. Ruxsat qilsalar, biz mangayli. Ep kelinglar. Tez manglar. Mana. Koshki bularni qutqizib qoladigan bo'lsak, ha? Qachongacha bu vaziyatga chidab yuramiz? Qachongacha? İnsan məxluqatlarının ən yaxşı turğuluq. Öz cinini qoğdaş üçün urushishni va jang qilishni o'rganadi. Xuddi o'rmonliqdagi yirtqich vahshiy hayvonlardek. Zolim hukumatda bir qancha kun ko'proq yashash uchun jang qilish texnikalarini,
yaxshi o'rganala. Sizlar bir-biringlarni yaralandirib qo'ymasdan imperatorning oldidagi murosim uchun o'zinglarni tayyor qilinglar. Bir-biringlarni yaralandirib qo'yishdan saqlaninglar. Astroq mashq qilsanglarmi bo'ladi. Yo'q, bularni tez yaxshi ko'mdim. Boshqasi yo'qmi? Bo'ldi, boshqa do'kon berib qarab boqaylik. Tez bo'linglar, tez. Menga tez bo'la, menga. Tez bo'l, menga. Mana men o'tma. Menga bo'la, tez. Menga. Menga. Bo'la, menga. Ulan nega gapirsizlar? Cho'nglarni qilichbozlik o'yini ko'rish mashqlar uchun uşaqlarni shirlarning qapiziga gapiramiz. Nihoyat go'zal bir ko'rinish. Siz yaxshi bilsiz. İmperator ko'ngil ishni yaxshi ko'rdi, xonim. İmperatorga lanet bo'lsin. Köktat satma, köktat ili olinglar. Biz o'ltirib dindoshlarımızdan top qatlam qilinishini tomosha qilamdik. Bir amalini qilmamsizlar. Biz bugun mushu maqsadda Diokletianusning qishig'i borgan edik. Oxir ibodatxonalarni va boshqa o'rinlarni remont qilayotgan xristianlarga tegmaslik qarori qilindi. Faqat mushumi? Boshqa xristianlar qanday qiladi? Ularni hisob qilmamdik. Biz bugun Diokletianusning qishida edik va Julius bilan mushu haqda talash tortish qilishdik. Dadangizning bizga bo'lgan gumoni kundan-kunga eshiyotidu. Shundaq, yana bir qitim takollashish uning bizning muvahhid ekanligimiz va bizning boshqa xristianlar bilan bo'lgan aloqamiz to'g'risidagi gumonni ishonchga aylantiradi. Mana bu Julius maqsad qilgan ishning dal o'zi. Ruxsat qilsangiz, men Diokletianusning yiniga boray. Navoda o'lib ketsam-mo, bundaq ahvoldan yaxshi. O'lim bilan qiyinchilik hal bo'lamdi yo'q. Yaxshi o'ylanish kerak. Bu eng oxirgi o'q. Cho'qim nishonga tegish kerak. Agar undaq bo'lmasa, ziyon tortamiz. Kechirsizlar oliy janob. Sizlarcha buncha ko'p xristianlar bor bo'lgandikin. Diokletianusning hukumatini ag'dirib tashlag'ili bo'lmasmi? Asli chataq Diokletianus emas, balki imperatordur. Ammo bu tashish emas. İmparatorni osonla ag'dirib etkili bo'ladi. Nima uchun imperatorni ag'dirib etamiz? Imperatorni ag'dirib etishda faraz qilaylik. Rim yanada mustahkam turaverdi. Hatto Rim hukumati o'zgargan taqdirdami foydasiz. Chunki bu kishilarning zehnida imperator iloh. Va ilohlar imperatorning qudratini qo'g'dab turg'uchi bo'lsa, minglagan imperator o'rilib tushsimi, yanada bu kishilar boshqa bir imperatorlarni tanlab chiqaverdi. Ikkinchidan, imperatorning o'limi dindoshlarimizning ko'pinchisining o'limiga sabab bo'lmaydi deb aytqilib bo'lamdi. Qani deb yiqinglarchi? Yo'q. Rimni ag'dirib tashlash bizning ishimiz emas. Undaqda qanday qilamiz? Birdan-bir amalimiz sukut qilib turishmi? Birdan-bir chora faqat shu turish emas. Men avval bu kishilarning ong tafakkurini tuzaydigan bir chora tadbir izlayapman. O chaqda imperator o'zligidan g'olab tushdi. Shuning bilan qiyinchilik hal bo'ladi. Bu mumkin bo'lmaydigan ishlardir. Yo'q. Cho'qim bir yo'l bor. Ammo o yo'lning nima ekanligi to'g'risida Allah'tan medet talep qilish ve münasip bir yol tapqanğa kadar savrlik bo'lishimiz, tashqi ko'rinishimizni saqlab qilishimiz kerak. Tushundinglarmi?
Xeyirlik geç xanım. Xeyrli kech Helin xonim. Xayrli kech. Sizlardan talab qiladiganim, bu paytda yaxshi o'ylaninglar. Bir chora topa olishinglar mumkin. Xristianlar nihoyatda dahshatli ezilyotidi. Boludu, çoqum. Xo'sh, at ko'rishayli. At ko'rishayli. Bu kishilarni cho'qim uyg'otish kerak. Ular jonsiz va toshputlarning madhiyalashga loyiq emasligini bilishi, haqiqiy ilohning yakkigona, hayot va qudratli zot ekanligini cho'qim bilish kerak. Ular yana imperatorning o'zlariga o'xshashli bir inson ekanligini bilishi lozim. Kişilərinin imperatorların zehnindeki ilah deb qaravatqanlığı ularning nodonligidir. Agar ular imperatorlarning ojizligidan xabar topgan bo'lsa, cho'qim yegona ilohni izlaydi, tonib yetadi. Ey Allah! Bu kishilarni cho'qim ogohlantirishim kerak. Zodi qandoq ogohlantiraman? Bana yardım qilgin. Meningdan yordamingni oyima. Alicanap, bu gece uxlamaplı da. Uyqu nerede turibdi? Kaşki uxlayolgan bo'lsam-chu. Galus, etimni tayyorlab ber. Men g'orga boraman. G'orga. Kiyim-kechak va qilishlarni tayyor qilandim. Bir az ozuqliqmi tayyor qil. Bo'ladi Alicanap. Siz yana heyliqi doim ibodat qilgan joyga boramsiz? Biz sizning ibodat qilgan joyingizning qayerda ekanligini bilsak bo'lmamdi. Buning nima farqi bor? Mushu yaqin atrofda imperator yetib kelishdan burun Allohning dargohidan bir chora tadbir izlashim kerak. Agar Diokletianni so'rab qolsa nima deymiz? Fuqarolarning ahvolini egalligili shahar atrofiga ketdi edi. O'shundoq desangiz eng muvofiq. Merhamet Alicanap. Ko'p rahmat. Oğlum, men yo'q chaqda onangga yaxshi xizmat qilgan bo'lamdi. Bo'ladi
bo'ldi. Allohga omonat. Allohga omonat. Allohga omonat Galos. Allah saqlag'ay olijanob. O'zlarini asraslar. Bu xatarlik paytda ketishi zarur bo'lg'iydi. Bilmedim.